Oldin ozish siz uchun osonroq bo'lgan. Lekin hozir ayniqsa 40 dan keyin xuddi hamma narsa o'zgarib qolgandek tuyuladimi? Oldin ishlagan usullar endi ishlamaydi. Qorin tezroq chiqadi va vazn tushishi ancha qiyinlashgan. Ko'p ayollar shu savolni berishadi. Men avvalgidek yeyapman, lekin nega semiryapman? Va eng insonlarni qiynaydigan tarafi, siz deyarli dietangizni yoki harakatingizni o'zgartirmagansiz. Agar siz oldingi videoni ko'rgan bo'lsangiz, bilasiz, tana vaznni ma'lum darajada ushlab turishga harakat qiladi. Lekin 40 dan keyin bu jarayon yanada kuchayadi. Bu tasodif emas, bu tanadagi 3 ta muhim o'zgarish bilan bog'liq bo'ladi. Birinchisi estrogen kamayadi. Bu faqat gormon emas, u yog'ni qayerga yig'ilishini ham boshqaradi. Shuning uchun oldin yog' ko'proq son va yonbosh sohalarga yig'ilgan bo'lsa, endi u qorin sohasiga ham yig'ilishni boshlaydi. Ikkinchisi, mushak massasi kamayadi. Bu juda muhim nuqta, chunki mushak bu metabolizmning asosiy yoqilg'i sarflovchi qismi hisoblanadi. Mushak kamayganda tana kamroq energiya sarflaydi. Siz avvalgidek yesangiz ham baribir semirishingiz mumkin. Uchinchisi, tana insulin signaliga kamroq javob bera boshlaydi. Bu nimani anglatadi? Tana energiyani tezroq yog' sifatida saqlashga harakat qiladi va yog'ni ishlatish yanada qiyinlashadi. Shuning uchun siz kamroq yeyishingizga qaramay vazn tushmasligi mumkin. Eng muhim narsa, bu jarayonlar sekin va sezilmasdan sodir bo'ladi. Va ko'pchilik buni men noto'g'ri ovqatlanyapman yoki nimadir noto'g'ri qilyapman deb o'ylaydi. Aslida esa sizda tizim o'zgargan. Demak, strategiya ham o'zgarishi kerak. Endi faqat kamroq yeyish yoki ko'proq yurish yetarli emas. Sizga quyidagi harakatlar yordam beradi. Birinchisi, mushakni saqlash va uni rivojlantirish. Ikkinchisi, gormonal o'zgarishlarni muvozanatini to'g'rilash va metabolizmni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan harakatlar. Oldingi videoda ko'rgan bo'lishingiz kerak, tana o'rnatilgan vaznni qaytarishga harakat qiladi. Bugungi videoda esa siz 40 dan keyin bu tizim yanada kuchayishini bilib oldingiz. Shuning uchun agar siz bu bosqichda vaznni nazorat qilmoqchi bo'lsangiz, siz faqat dietani emas, butun tizimni boshqarishingiz kerak. Keyingi videoda siz sezmaydigan, lekin tanani ichidan o'zgartirayotgan jarayon haqida aytib beramiz. Keyingi videoda ko'rishguncha salomat bo'ling.